Kimda agar savollar bo'lsa bemalol beraveringlar. Endi oramizda tushunmaganlar bor ekan. Yana o'sha darslarni boshqatdan bir eslatib o'taman. Endi o'sha sujoqqa asosiy taomillardan bittasi masalan mana qo'lni kaftidagi nuqtalar. O'sha nuqtalarni mana hammasini mana men jo'natganman rasmlarini ham. O'sha qo'lni kaftida o'sha bizning eng asosiy a'zolar qayerda joylashganligi mana ko'rsatib o'tilgan. Shunga muvofiq shularni butun umrga dastur qilib olish kerak. Mana xuddi qo'lni kaftida mana hammasi ko'rsatib berilgan. Endi mana xuddi shu narsa oyog'imiz kaftida ham bor. Oyog'imiz kaftida mana batafsil ko'rsatib berilgan. O'shalarni ham yodlab, o'sha narsani yana ham asosiy o'sha butun umrga muhrlab qo'yish kerak deb bu narsani. Mana shundan tarqaladi o'sha keyingi darsda ham mana shunga muvofiq eng asosiy mana sharti mana shundan iborat. Endi bularni mana yana ham tasavvur qilganda mana bizning tasavvurimizni to'g'ri bo'lishligi uchun mana o'sha bosh barmoqni tepada tasavvur qilish kerak. Shunda mana gavdamiz shakllanadi. Shunda mana ikkita oyoq, ikkita qo'l mana gavdamizning tepa qismida mana boshimiz shunaqa ko'krak qafasi bilan keladi. Shunda mana qo'l yuqoriga ko'tarish kerak. Tasavvurimizda. Yani bosh barmoqni mana anaqada ham oyoqni kaftida ham xuddi shu narsani qilganda gavdamiz shakllanadi mana. Xuddi shunaqa tasavvurdan nuqtalar topiladi. Mana bir-biriga bog'liqligi mana tanani a'zolarini mana barmog'imizda, barmoqlarimizdagi, qo'limizning kaftimizda hammasi joylashganligi mana bir-biriga bog'liqligi ko'rsatilgan. Shunga muvofiq mana topiladi nuqtalar. Endi mana bu yerda yan tarafga o'tamiz. In taraf mana har doim ichki taraf bo'ladi. Mana bu yerda yan tarafiga keldik. O'sha yan tarafini mana biz bu yerda o'sha shtrix bilan belgilab qo'ydik. O'shani qayerga joylashganini, qayerga bog'liqligini mana ko'rsatib beryapti. Mana in